O yaqinlarim, assalomu alaykum. Sizlar sog' salomatmisizlar? Mana xudo xolasa navbatdagi Labo mashinamiz tayyor bo'ldi. Bunga qilib bergan ishlarimiz tunuka qoplab berganmiz. Ikki tarafga sandiqcha o'rnatib berganmiz va orqasiga zadniy duga o'rnatib berganmiz. Men sizlarga nima uchun tunuka qoplanishi kerak, shu haqida ma'lumot berib o'taman va video oxirida narxini aytib o'taman. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalga obuna bo'lib, like bosib, qo'llab-quvvatlaversa qani boshladik. Akalarim, sizlarga birinchi navbatda sandiqcha haqida ma'lumot berishni boshlayman. Ko'rishinglar mumkin. Ikki tarafiga ham shunaqa chiroyli, akkuratli sandiqcha o'rnatib berganmiz. Nima uchun sandiqcha o'rnatiladi? Buning asosiy vazifasi nima? Buning vazifasi o'ziga kerakli ключ, domkrat, любой narsani shunday qo'yib joylashtirib qo'ysangiz bo'ladi va akkumulyator uchun himoya. Misol uchun har xil vaziyat bo'lishi mumkin odamda. Mashinangizni ko'chaga tashlab ketsangiz ham akkumulyatorni himoya qilib beradi. Hech kim olib ketib qolmaydi. Va bunga ishlatilgan materiallar ko'rishinglar mumkin. Qalin 2.2 profil ishlatilgan, stenkasi 1.2 va aytib o'tganimdek qulf kalitlari bor. Misol uchun ko'chaga tashlab ketsangiz ham akkumulyatorni hech kim olib ketib qolmaydi va tashqi qismga keladigan bo'lsak, polni alikafondan qilib berganmiz. Ko'rishinglar mumkin. Yonlari nerjaveka nikel. Va bunga hech qanaqa qo'shimcha hujjat so'ramaydi, yo'q qayta jihozlar demaydi. Ko'chada misol uchun gaya to'xtatsa ham, bu shunchaki qo'yiladi. Qayta jihozlash yo'q bunga. Va buni narxiga keladigan bo'lsak, narxi 450 ming so'm bir donasi. Ikki tarafga qo'ydiraman desangiz 900 ming so'm bo'ladi va siz furgon yo tent o'rnatgansiz, keyinchalik ham kelib bunaqa sandiqchalarni o'rnatib ketsangiz bo'ladi akalar. Va navbatdagi qilib bergan ishimiz zadniy duga o'rnatib berganmiz. Ko'rishinglar mumkin. Bu ham polni nerjaveka nikel, hali ustidagi salafonlar olinmagan. Mana ahamiyat qarataverasizlar, oynada yonib turadi. Ko'rishinglar mumkin. Bu zadniy dugani asosiy vazifasi nima? Bu faqat chiroy uchun emas, akalar. Bu sizga himoya vazifasini ham bajarib beradi. Har xil baxtsiz hodisalar bo'lishi mumkin. Yoki orqaga yuradigan vaqtingiz stalba, daraxt ko'rmay qolsangiz, mana shunga birinchi uriladi va avtomobilingiz kuzoviga hech qanaqa zarar yetmaydi. Va bu juda baquvvat, juda mustahkam. Bunga ham kafolatini qilib beramiz. Mana ko'rishinglar mumkin. Menga o'xshagan 4 ta 5 ta odamni bemalol ko'taradi. Va buni narxiga keladigan bo'lsak, zadniy dugamizning narxi 400 ming so'm bo'ladi. Misol uchun buni ham shunday akalar. Siz botga qo'ydirgansiz yo tent qilgansiz, keyinchalik kelib ham qo'ydirib ketishingiz mumkin. Bu zadniy duga mana brizgavikchasi bilan Labo yozuv, brizgavik bilan ikkalasi 400 ming so'mga qo'yib beramiz. Hali ham obuna bo'lmay kuzatyapsizmi? Shunday obuna bo'lib qo'ng'iroqchani bitta bosib qo'ying va bu Laboga eng asosiy qilib bergan ishimiz tunuka qoplab berganmiz. Ahamiyat qarataverasizlar. Bu haqda sizlarga ma'lumot berishni boshlayman. Poliga keladigan bo'lsak, poliga atsinkovka 1.2lik listuri berganmiz. Splashnoy ahamiyat qarataverasizlar. 5 stek, uloq joyi yo'q biror joyda va biror joyga svarka tegmagan, svarka bo'lgan joyi yo'q. 3 ta bortchasi va salonning orqasiga birlik atsinkovka listuri berganmiz va bu listlar bizga to'g'ridan-to'g'ri Koreyadan kirib keladi. Koreysk listlar bo'ladi. Mana video davomida qo'yib ketaman. Ko'rishinglar mumkin. Rulon keladi bizlarga va hamkorlikda ishlamoqchi bo'lganlarga ham yetkazib beramiz. 10 komplekt, 20 komplekt, 100 komplekt desa ham mana shunaqa abshgan listlarni yetkazib beramiz. Xohlovchilarga rulonga, katta rulonga olaman deganlarga ham xuddi mana shunaqa rulonlarni biz yetkazib beramiz. Va bu haqda yana sizlarga ma'lumotlar berishni boshlayman. Ahamiyat qarataverasizlar. Bunga ko'p joylarda Pinoplex shunaqa narsalar va pukkak, faner mana polni tagiga tashlayapti ekan. U juda xato narsa akalar, chunki u misol uchun oddiy pukkak tashlasangiz ham ertaga ozgina suv o'tib ketsa ham u reaksiyaga kirishayotgani avtomobilingizni polini chiritib yuborishi mumkin, chiritib zaynatib yuboradi. Undan ko'ra men maslahat bermayman. Buni tagiga pukkak ili biror narsa tashlashni. Shunday olib kelasiz bizga. O'zini maxsus kley bor, kley surtiladi va yopishtiriladi. Bunga ham kafolati bor va hech qanaqa metal ortsangiz ham, boshqa narsa qilsangiz ham hech qanaqa valna bo'lmaydi akalar. Va yana sizlarga ma'lumot o'rnida aytib o'tib ketaman. Yangi Labo olganingizdan iloji boricha budka yoki tent qo'ydirishga sharoitingiz bo'lmasa, hech bo'lmasa mana shunaqa tunuka qoplatib qo'yish kerak. Buni ham sifatiga kafolati bor. Hech qanaqa taqar, tuqur, shaqir, shuqur ovozlar chiqmaydi. Shunday o'rnatib kelasiz, 5 yil kafolatini qilib beramiz akalar. Va o'zimiz xalqimiz shunaqa mashinani olishdan oldin sotishni o'ylaydi. Ertaga siz tunuka qoplatmasdan haydab yursangiz, 3 oy, 4 oy ichida mana shu ahvolga tushishi mumkin. Men video davomida qo'yaman mana. Ko'rishinglar mumkin, polni valna bo'lib ketgan. Iloji boricha mashinani olgandan 1 oyga qolmasdan mana shunaqa akkuratni, chiroyli tunuka qoplatib qo'yish
kerak. Akalar, va bu tunuka qoplab berish atiga 2 soat, 3 soat vaqt oladi. Shunday olib kelasiz, 2 soat, 3 soat ichida mana shunaqa akkuratni chiroyli qilib qoplab beraveramiz va bunga samarangiz qotirilmaydi. Ana shu narsani ham aytib ketay. Zaklyovka ko'rishinglar mumkin hamma joyi. Biror joyga samarangiz qotirilmagan. Va bizda o'rtacha bir kunda 20 ta, 30 ta mashinaga xizmat ko'rsatiladi. Mana video davomida qo'yib o'tib ketamiz videolarni. Sizlar shuncha mashinaga bizda xizmat ko'rsatilyapti. Va endi eng qiziq, eng olov joyga keldik. Bu tunuka apsukamizning narxi 1 million 700 ming so'm. Aytib o'taman. Pol 1.2 va 3 ta bor, salonning orqasi birlik bo'ladi. Siz telefon qilib kelganingizdan keyin men gapimga javob beraman, ishimizga ham javob beraman. Hech qanaqa narx-navo o'zgarmaydi. 1 million 700 mingmi? 1 million 700 ming so'mga mana shu tunuka apsukani qoplab beramiz. Kimga shunaqa tunuka qoplash, alohida sanduqcha yoki zadniy duga, furgon, xolodilnik furgon, bortda tent o'rnatish xizmatlari kerak bo'lsa, pastdagi telefon raqamlariga murojaat qilaverasizlar va bizning manzilimiz Samarqand shahrida joylashgan. Avtofurgon tur tanlov. Sog' salomat bo'ling. Sizni kutib qolamiz.